hokimiyati boshlig'i. Qaysizlar? Bitta mana voqelik keldi desam, hammanglar kelib bo'libsizlar-ku. Yaxshi, rahmat, yaxshi. Nima haqida gaplashyapsizlar? Biz prezident haqida gaplashyapmiz. Hozir Ahror ertakdan prezident mavzusini o'rganayotgan ekan. Xo'p, shunda nima tushunmayapsizlar? Qara Fazilat, prezident qonun chiqaruvchi hokimiyatga kiradimi yoki ijro hokimiyatiga? Ikkalasi ham kirmaydi-ku. Nima fikr bildiryapsizlar hozir? Fazilat, men prezidentni ijro hokimiyati boshlig'i deb aytyapman. Chunki bilamizki, prezident Vazirlar Mahkamasi boshlig'i hamda boshqa ijro hokimiyat organlarini tayinlaydi hamda ularni lavozimdan ozod etadi. Demak, prezident ijro hokimiyati boshlig'i. Xo'p, bu vaziyatga Ahror sen qanaqa fikrdasan? Men bilmayman, boshimni qotirishyapti ertalabdan beri bular. Bir nima dey o'zing? Nasiba, Shohruh ikkalanglarning fikringlar qisman to'g'ri. Lekin konstitutsiyani mana qarang, 105-moddasini yaxshilab qarab ko'rsanglar, yozib qo'yilgan-ku javobi. Mana 90-yillarda O'zbekistonda mutlaq yangi institut tashkil etildi. Ya'ni bu prezidentlik instituti. O'shanda mustaqillik yillarida har bir davlat uchun ijro hokimiyati muhim hisoblangan. Shuning uchun prezident ijro hokimiyatining boshlig'i hamda Vazirlar Mahkamasi raisi lavozimida egallagan o'sha paytlarda. Keyin 2003-yildan boshlab Vazirlar Mahkamasi raisi lavozimi olib tashlandi prezident. Ya'ni hozir prezident ijro hokimiyatiga ham kirmaydi, qonun chiqaruvchiga ham kirmaydi. Konstitutsiyani mana 105-moddasida ko'rsatib o'tilgan. Prezident davlat boshlig'i hisoblanadi hamda qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi sud hokimiyatini kelishilgan holda faoliyatini ta'minlaydi. To'g'rimi? Bo'ldi, kunlaring yoz, darsdan boshlaydi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga qo'yiladigan talablarga keladigan bo'lsak, ular O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'lish uchun 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan hamda O'zbekiston Respublikasi hududida 10 yil muqim yashagan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi o'z nomzodini qo'yishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovchilar tomonidan umumiy, teng, to'g'ridan-to'g'ri hamda yashirin ovoz berish usulidan foydalangan holda prezidentlikka saylanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi yig'ilishida quyidagi qasamyodni qabul qilgan paytdan boshlab o'z lavozimiga kirishgan hisoblanadi. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiya va qonunlariga qat'iy amal etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman. Mamlakat ichkarisida hamda mamlakat tashqarisida O'zbekiston Respublikasi nomidan prezident ish ko'radi hamda Konstitutsiyamizning 109-moddasiga asosan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti konstitutsiya va qonunlarga asoslanib hamda ularni ijro etish yuzasidan respublika butun hududida majburiy kuchga ega bo'lgan farmonlar, qarorlar va farmoyishlar chiqaradi. Vakolat muddati tugashi munosabati bilan iste'foga chiqqan prezident umrbod O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi lavozimini egallaydi.